Assalomu alaykum. Hozir biz sizlarga ko'pchilikda uchrab turadigan muammoning yechimini ko'rsatamiz. Bilamizki, bugungi kunda ko'pchilik iste'molchilar Wi-Fi dan foydalanadilar, ammo ularning Wi-Fining signali xonadonining barcha chetlariga ham yetib bormaydi. Hozir biz sizlar bilan ushbu mavzu bo'yicha mutaxassis bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Senim keling, nima xizmat? Bilasizmi, uyimizda Wi-Fi bor, lekin mening xonam uzoqroqda bo'lgani uchun masofasi sababli signali xonamgacha yetib bormaydi. Menga qanaqa maslahat berasiz? Tushunarli. Mana buni tavsiya qilamiz sizlarga. Har bir uy burchagiga yetmagan yerga 6 ta shaqli har qanaqa muammoyni hal qilib beradi. Mana shu razvedkaga suqasiz, 1 dan 9 gacha kodini terasiz, Wi-Fi ishlaydi. Yetib bormagan yerlarga yetkazib beradi. Zo'r ishlaydi Wi-Fi. Hammaga shuni maslahat beraman. Rahmat. Buni oddiy odam o'zi nastroyka qila oladimi? Osongina 9 gacha, 1 dan 9 gacha kodini kiritadi, Wi-Fi ishlayveradi. Bunga ulanib boraveradi. Razvedkaga suqadi, ishlayveradi. Kodini tersa, internet ishlayveradi. Har bitta uyga burchagiga shuni qo'ysa bo'ladi. Shularni tavsiya qilaman. Ushbu qurilma qanday nomlanadi? Midiki bor, Tiplindiki bor, har xil modellari bor. Hammasi bir xil narsani bajarib beradi. 6 shaqli, 4 shaqli, har xil xohlaganini olsa bo'ladi. Hammasi zo'r ishlaydi. Har bir burchagiga bemalol yetkazib bera oladi. Ushbu qurilma qancha masofagacha signal yetib borgiza oladi? 10-15 metrga bemalol olib borishi mumkin. Bemalol yetkazib bo'lsa bo'ladi uy burchaklariga, har xil yerlarga, yetmagan joylarga 10-15 metrga bemalol yetib boradi. Ma'lumotlar uchun katta rahmat, ishlaringizga omad. Rahmat, omad tilamaysiz, kelib turinglar, yana shunaqa ko'p maslahatlar olganim bemalol kelishinglar mumkin menga. Aha. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, xursandmiz.